O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki hamda Uzcard milliy to'lov tizimi hamkorligida yurtimizning noiqtisodiy yo'nalishdagi 32 ta oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy savodxonlik ambassadorlari loyihasi amalga oshirilmoqda. Moliyaviy savodxonlikda biz ko'p narsalarni o'zimiz ham o'rgandik, bolalarga ham o'rgatdik. Bu kabi loyihalar biz yoshlar uchun juda ko'plab amalga oshirilishi tarafdorimiz. O'zbekiston Markaziy banki va Uzcard bilan birga qilingan loyiha juda ham dolzarbligini aytishimiz mumkin. Loyiha uchun Markaziy bank va Uzcard kompaniyasiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.